27-fevral kuni Toshkent shahrida Parij bitimining 6-moddasini amalga oshirish hamda qo'shma kreditlash mexanizmini joriy etishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shma loyiha doirasida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi hamkorligida tashkil etildi. Bu tadbir 6-moddani amalga oshirish jarayonida ishtirok etayotgan barcha tomonlarni birlashtirgan muhim platforma. Men ilgari Niderlandiya hukumatida va Jahon banki bilan Kyoto loyihalari ustida ishlaganman. Shuningdek, auditor sifatida ham barcha bosqichlarda tajriba orttirganman. Shu sabab bu jarayonlarning amaliy tomonlarini yaxshi bilaman. 2026-yilda asosiy bosqichlar boshlanishi kutilmoqda va GIZ loyihasi orqali O'zbekistonning 6-modda bo'yicha yetakchi tajribaga aylanishiga hissa qo'shishga tayyorman. Davra suhbati davomida xalqaro uglerod birliklari savdosi bo'yicha qabul qilingan qonunchilikni amaliyotga tatbiq etish, iqtisodiyot tarmoqlarida dekarbonizatsiya loyihalari orqali qisqartiriladigan issiqxona gazlari hajmini xalqaro bozorlarga sotish, xalqaro miqyosda o'tkaziladigan yumshatish natijalarini avtorizatsiya qilish jarayonlari hamda qo'shma kreditlash mexanizmini bosqichma-bosqich joriy etish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatda o'zini oldiga qo'ygan 2030-yilga nisbatan chiqindi gazlarini ya'ni 50% ga qisqartirish bo'yicha maqsadlariga erishishdan birdan-bir yana bir yo'nalish bu mana shu uglerod bozorlarini rivojlantirish hisoblanadi. Bu bo'yicha dastlabki qadamlar hukumat tomonidan qo'yilgan va bugun qator vazirliklar, xususan Iqtisodiyot Moliya vazirligi bilan hamkorlikda aynan Parij bitimini 6-moddasiga asosan qanday qilib biz O'zbekistondagi chiqindi gazlarni sotish va muomalaga kiritish va albatta qo'shimcha yangi innovatsion texnologiyalarni kiritish bo'yicha muhokama qilindi. Tadbir yakunida manfaatdor tomonlar Parij bitimining 6-moddasi va qo'shma kreditlash mexanizmini izchil joriy etish, tegishli normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda ustuvor iqlim loyihalarini shakllantirish bo'yicha idoralararo hamkorlikni yanada kuchaytirishga kelishib olishdi.